Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz halkımız, hemmelerinin bu vakti hayırlık boğay. Hemmeylenge ma'lum, Xitoy tajovuzchilari mushu bugundan 26 yil burun Sharqiy Turkistonning G'uljida keng ko'lamli irqiy qirg'inchilik ilib borgan edi. Bu munosabat bilan oldimizdagi 5 fevral yakshanba kuni soat 11 Istanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida keng ko'lamli namoyish ilib beryapmiz. Sharqiy Turkistondagi Xitoy tajovuzchilarining zulmi faqat bu G'ulja qirg'inchiligi bilan cheklanib qolmadi. Sharqiy Turkistonda, G'uljida, Qashqarda, Barinda, Turpanda, Xotanda, ya'ni Sharqiy Turkistonning hamma yerida izchil irqiy qirg'inchilik ilib bordi va irqiy qirg'inchilik bugunmi shiddat bilan davom qilyotdi. Sharqiy Turkistonda xalqimiz, 40 million xalqimiz hozirmi putquli tushalgan, dunyodan uzoqlashtirilgan vaziyatda yana turma ichida, uchiq turmada yashayotdi. 8 million inson lagerlarda ingrayotdi, shahid qilinayotdi. İzzet namuslari, iffatlari yer bilan yeksan qilinayotdi. Dinimiz tamamen Xitoy tarafidan cheklandi. Diniy ibodat va kiyim-kechaklarimiz bu cheklandi. 20 mingdan ortiq masjidimiz yer bilan yeksan qilindi. Qur'onlar ko'ydirildi. Xalqimizning sayohat va aylanish, sayohat qilish haq-huquqlari qo'ldan ilindi. Ya'ni umumiylik keng ko'lamli bir irqiy qirg'inchilik va tajovuzga qarshi bir millat ingrab o'z hayotiningki hayot va mamotlik mujodilasini beryapti. Bu munosabat bilan bugun Sharqiy Turkiston diasporasida Sharqiy Turkiston xalq ommasi va tashkilotlarning tirishchanligi vatanimizdagi irqiy qirg'inchilik va zulmning chekidan eshishi bilan davoyimiz xalqaroviylashdi. Ammo xalqaroviylashgan bilan davoyimiz xalqimizni qutqizishga taqa yetmadi. Xalqimiz hozirmi ingrayotdi. Çaresizlik ichida yo'q bo'lyotdi. Dunyoda cho'ng davlatlar orasidagi krizlar, urushlar, davlatlar ara kelishmasliklar ve çoğun hadiseler Sharqiy Turkiston davosininki kun tartibga kelgan halini taxmi chekinishiga sababchi bo'lyotdi. Sharqiy Turkiston davosi kun tartibini yo'qotishga yuzlanyotdi. Buning uchun xalqimiz ichidagi umidsizlik, çaresizlik, ma'yuslikni tamamen bir tarafga qayrib qo'yish, ichki nizo va ixtilofni qayrib qo'yish orqali Sharqiy Turkistonning ozodligining, Sharqiy Turkistonda ilib berilayotgan barliq jinoyat va irqiy qirg'inchilikning birdan-bir chiqish yo'li Sharqiy Turkiston ozodligi va mustaqilligi ekanligini irodamizni bildirish uchun doim kecha-kunduz imkonimizning yetishicha hamma sohada mujodalamizni davom qilishga chaqiraman. Bo'shib qolmaslikka chaqiraman. Buning uchun bu 5 fevral yakshanba kuni soat 11 da İstanbul'da ve dünyanın her qaysi yerda ilib berilgan bu namoyishga bütün xalqimizning nayeti estayidillik ve coşku içinde, hayacan içinde Xitoyga bo'lgan, ishg'oliyatga bo'lgan, zulm ve irqiy qirg'inchilikka bo'lgan qarshiligimizni, noroziligimizni bildirish, ozodlik ve mustaqillikka bo'lgan ishonchimiz, irodamizni o'tirib qo'yish uchun cho'ng kichik, qari yosh, ayol demasdan hammamizning qo'lida bayrog'imiz bilan ve nafratlik, coşkuluk şuarlarımız bilan qadam-qadam, dolu birlikte Xitoy konsullari oldida, xususan elib aytganda İstanbul'daki Sharqiy Turkistonliklar Xitoy konsulxona oldiga soat 11 yakshanba kuni uchrashishga chaqiraman.